Energiya tarmoqlarida avariya va yo'qotishlarni o'z vaqtida aniqlashdagi qiyinchiliklar kompaniyalar uchun katta xarajat va xavf tug'diradi. Netway IoT Gateway bilan bu muammolar endi o'tmishda qoladi. Mavjud boshqaruv tizimlari bir qator cheklovlarga ega. Avariya aniqlanishi kechikadi, tiklash vaqti cho'ziladi. Uzoq va murakkab relyefli hududlarda lokatsiya aniqlash qiyin. Maydon monitoringi uchun ishchi kuchi xarajatlari va qo'shimcha resurslar ko'p talab etiladi. Real vaqt tahlili va AI yordamida prognoz qilish imkoniyatlari cheklangan. Netway IoT Gateway butun energiya infratuzilmasini yagona platformada birlashtiradi. Tizim mavjud infratuzilma bilan to'liq integratsiya qilinadi. Real vaqt rejimida avariya, yo'qotish va anomaliyalarni aniqlaydi. AI yordamida avariya yoki xavfli nuqtalarni oldindan belgilaydi. Tezkor bildirishnomalar orqali aralashuv jarayoni tezlashadi. Maydon monitoringi xarajatlarni kamaytiradi. Real vaqt monitoringi va AI prognozi tarmoq rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi. To'liq nazorat va shaffoflikni ta'minlaydi. Tizim quyidagicha ishlaydi. Hisoblagichlar va sensorlar ma'lumotni IoT Gateway ga uzatadi. Gateway ma'lumotni markaziy tizimga yuboradi va tahlil qiladi. Yuklamalar, yo'qotishlar va anomaliyalar avtomatik aniqlanadi. Avariya yuz berganda tizim uning joylashuvini aniq ko'rsatadi. Operatorlar real vaqt rejimida bildirishnoma oladi. Texnik ustunliklar: quyosh paneli qo'llab-quvvatlashi, antivandal himoya darajasi, yuqori haroratlarga chidamlilik, maxsus shifrlangan protokollar bilan ishlaydi. Hisoblagich o'qishida limit mavjud emas. Netway IoT Gateway turli sohalarda qo'llanilishi mumkin. Energiya kompaniyalari va taqsimot tarmoqlari, sanoat korxonalari, shahar infratuzilmasi, uzoq va qishloq hududlari, aqlli shahar loyihalari. Netway IoT Gateway bilan tarmog'ingizni shaffof va samarali boshqaring. Avariya holatlarini oldindan aniqlang, xarajatlarni kamaytiring va tarmog'ingizning kelajakdagi rivojlanishini AI yordamida rejalashtiring. Siz boshqaring. Netway har bir detalni kuzatadi.